chiqayotgan hidlarni ushlab qoladi. Hozir biz ushlab qolish bilan muammomiz yo'q. Tozalash inshooti nechta sanoat korxonasiga, nechta korxonaga xizmat ko'rsatish kerak ediki, lekin hozirgi kunda o'sha ishlab chiqarish korxonalari nechtaga ko'paydi va shu kunga qadar nechta sanoat korxonalari bilan shartnomani bekor qilgan. Ijtimoiy tarmoqlardagi ko'tarilgan masalalarga kelib chiqib yig'ilganmiz. Umuman olganda men o'zim hozir shunaqa xulosa qilyapmanki, demak bu suv tozalash inshootidagi, ya'ni mana shu Salar suv tozalash inshootidagi muammoni asosiy demak kelib chiqishi bu sanoat korxonalarini demak kimyoviy zararlangan suvlarni bu oqova orqali demak yuborilishi va o'sha kimyoviy zararlangan, zaharlangan suvlar kelib yerdagi demak mikroorganizmlar, suvni tozalash mumkin bo'lgan mikroorganizmlarni yo'qib tashlayapti. Shuni hisobiga demak bu hid tarqalishi ham shundan hisobidan va qolaversa manadagi umuman bularni ishini samaradorligini tushib ketishiga ham asosiy sabab bo'lyapti ekan.